Ne aldınız? 1000 so'mdan aldınız. Ne klas var? Soyaspaca. Birden keyin ketanga. Erta emasmi, jo'qshilabi? Mastakdan olib olib cho'qib qo'ydim. Cho'lib qo'ydasan. Birdagi biznes qilayotgansizda, xudo xolasa. Videoda bormi? Qanchta? 100 ta bo'lsa kerak-ku, 40-50 ta. Mana aka do'stlar, bu akamiz biznesni boshlabdir. To'g'onlar, boshlaningizlar sizlar. Belakinga indiklarni olib topdim aka, hozirdan boshlab. Dehqonchilikqa men berib o'taman. Bundan oldi 1100 dan oldi 1200 dan tatib o'taman. Ochiq ele. 50 so'mga tekib chiqavsizlar. Ochiq ele, menga dehqonchilik. Erkak to'y degan tukurni qayra jalab aytakan. Men ochiqni aytaman. Men ochiq so'zlayman. Men onday. Qancha odasiz? Men onday deb savdo qilmayman. Men ochiq ele savdo qilaman. Mana aka ochiq savdo qilaman deydi. Akamiz. Katta qon bozorda turaman. Men olgan yo'qman. Olibdir. Dehqonchilikka. Aka ketay vaqtim aka. Mana kelib oldi 800 ga 1000 so'mga turadi. Va diyati chiroq kelgan bo'ldi. O'shanda aytib qo'y. 1300 dan mi? Sheriklardan. 1300 so'mdan sotdi sheriklar. 1200 dan satdi. Yüzümden beri buna bakın. 1200 so'rashyapti. Xo'rozlar 1800, mastaklar 1,5. Mastaklar 1,5 ming, xo'rozlar 1800. Biyilq cho'jalar o'xshaydi-a? Biyilq cho'jalar. Bor boltov? Ha, bo'ldi. Mastaklar 900 dan. 900 dan mastaklar. Bo'lishib 1200 deymi? Kötün beni ki, altın atken, tattım abi. Yeni bile ki adı. Adı kokme tayasın, tutuyorum git bana. Kaçar öyle git. Kaçar öyle. Ha? 1,5 ming so'mdan bor. 1,5 ming so'm. Kami bor ekan. Bugun ovqatda odam ko'p negadir. Ovorman oz bo'yicha qanday? 24-oktyabr 2021 yil tumanlar. Bizning kanaldan hozir like bosib turinglar, tumanlar. Qo'lda retimda. İndiklar qanchadan ekan? Qanchadan indiklar? Qaysi 1,5 ming? 1,5 ming so'mdan bor. Enamaksak. Bularcha? Xo'rozlar 2,5 ming. 2,5 ming so'mdan. Bo'ldi u? Qancha qilishdi? Ha, 2 mingdan. Bordig'ini va? Xo'rozlarni va? Uchovini. 2 ming. Berib edinglar. Yaxshi. 600 so'mdan sotib turibman aka. Ekayliqlar. Doktor qancha ekan bu ara? Qanchadan biroz o'rdaklarda aytib qo'ying. 150 so'mdan bor. Qanchalik ekan bular? Bir aydan chiqib o'tib qolibdir, 40 chiqib qolibdi. 50 kun mana aka. 150 so'mdan. Mana xo'rozni ham ko'rsatib qo'yingchi. Xo'roz qancha? 1000 kam bor. 1000 so'm kam bor. Brahma degan. Brahma. Mastakavi 600 so'm. Yaxshi. Bozorni oldi bo'ldi. Bering aka uni 4 ta to'g'azil 5 so'm qo'shib qo'yadi abi. Ama bu Jersey degan nimadan? Jersey ekan. Onusida ma'lum qoldi. Kerak bo'lsa junna ma'lum qoldi. Qancha badanalar? Xo'rozlar 120, mastaklar 150 so'mdan. Bu qanday parada aka? Beli, Gizan, Tixas, Yapon, Matun. Tuvada hozir? Tuvada degan. Tovuzdan kam bor. Bordi xo'roz bu ham bular, ha? Xo'roz bu. Xo'roz ekan. 1000 so'm bor. Tuxum tuvada aka. Bilmem baba. Bilmaydi. Dey qanchalar? Bol tova. Tuxum quvvatni oldi qo'yish qo'yib. Bereler ekan. Ham bobi botgan. Qanchadan aka? Qancha? 2 mingdan mi?
Go'sht tovuqlar aka. Qancha kilogram chiqib qoladi примерно? Qancha kilogram chiqib qoladi? Oho, o'ta semiz ekan. 7-8 kilogram chiqib qoladi ekan. Bunlar. Ya bo bo'ldi aka. Bo. 1,5 mingdan bertavdi. 1,5 ming so'mdan berib aytadi ekan. Aka bu cho'jalar kechib olishdi. Qancha aka bu cho'jalar? Bu enasimi? Enesi 7 çocuğu var. 7 cho'jasi bor ekan. Qanchada otasan? 1,5 ming so'm kami bor ekan. Qanchadan aka bular? 1000 so'mdan. Bu yerda qanchta bor? Qancha oy bor? 25 shoxta bor ekan. Mingdan bermadingizmi? 600 ga verdim. 600 dan. Yaxshi bo'lib. Bozor arzon ha? Je qimmatchilikmi? Arzon. Arzon ha? Ne? Suratga Oho, bular tizib qo'yishdi, va tizib. Qanchadan aka bular? Hoptum qancha? Bunlar 300'den kam var. Narxlar 400'den. 300-400 so'm. 500-600 arkanda satdı. Bol bo'ldi o'zi. Bo'ldi. Optum suragan joq. Ya bozor arzonmi, je ko'pmi to'q? Men dibe menda ham birinchi olib. Birinchi olib. Birinchi olib. Qancha? 300'den dedik. 300 so'mdan ekan. Bo'ldi? Qancha berdingiz siz? 1200. 1200 so'm berdim. 6 oyga 1200 so'm beribsiz. Mana aka do'stlar, sizlarga bolalarni bilingizlar, bayqamingizlar, solishtiringizlar. Bozorda arzonmi, qimmatchilikmi, kommentariyga yozingizlar, likedan bosingizlar. Bizim videolarda oyog'gacha ko'rib turingizlar do'stlar.